oltin medal sohiblari, kubok egalari Ispaniya terma jamoasi musobaqaning boshidan oxirigacha har bir o'yinni nazorat qilgan, har bitta uchrashuvda ustunlikka erishgan, har bitta uchrashuvda raqibiga nisbatan ko'proq hujum tashkil etgan va har bitta uchrashuvda himoyasini mustahkam ushlab, shubha qoldirmay, xotirjam tarzda jahon chempionligini qo'lga kiritayotgan Ispaniya fantastik jamoasi. Biz ham tarkibni tanishtiramiz do'stlar. Ketma-ket bo'lmasa ham mayli boshlovchi bilan farq qilib ketdik. Unai Simon, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Alex Baena, Rodri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, David Raya, Joan Garcia, Marc Pubil, Alex Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Ferran Torres, Gavi, Yeremy Pino, Nico Williams, Martin Subimendi, Pedri, Victor Munoz, Borja Iglesias, bosh murabbiy Luis de la Fuente. Ana endi tomosha qilamiz. Hech narsaga chalg'ilmagan holda hammasini aytdim. Har bir qahramon shunisi bilan kuchli deb o'ylayman Ispaniya. Mana men Cubarsí deyapman. Aksariyat Rodri, Unai Simon, mana bu yigit Pedro Porro musobaqa kashfiyoti bo'ldi. Hali Porroni boshqa klublarda ko'rib qolsak ajab emas, chunki bunaqangi stabil o'yin, bunaqangi himoya va hujumdagi bir xil darajadagi aktivlik Tottenhamdan boshqa jamoalarda ham nisbatan Tottenhamga hurmat qilgan holda hozirgi darajasi baribir titullar uchun kurashishga imkon bermaydi. Porroni esa tanishib olib qo'yishsa kerak. Mana Nico asosan zaxirada o'tirdi, lekin bugun tushib eng muhim vaziyatda assist taqdim etdi. Bitta vaziyatda sal hamberdi. Aura kelyapti, aura. Lamine Yamal, oltin bola. Bo'ldi u jahon chempioni, bo'ldi. Nima yana qolyapti? Oltin to'pmi? Oladi oltin to'pni. Bu yil bo'lmasa keyingi yil, bundan keyingi yil, endi 19 yoshda, kamida yana bir 10-15 yil endi o'ziga qarab, mehnatiga qarab. Keydi. Hey, Pau Cubarsí. Unga alohida hurmatlar. Yamon 9 yoshda. Bu ham shu avlodning yorqin vakili. Aybirini himoyada o'ynaganimi? Unai Simon. Fantastik Simon. Ryan, Joan Garcia'ni zaxiraga o'tkazib qo'ydi. Cucurella degan qo'shiqlar qolamiz endi. Bo'ladi albatta. Sal sochni kaltalab, finalni boshlab. Hechisi yo'q, o'sib chiqadi. Zo'r o'ynash. Qo'rqa, mana shuni aytayotgandim. Oxirgi ketayotgan vagonga sakrab chiqqan Borja Iglesias va o'zlari Yevropa chempioni qildi va jahon chempioni qildi. Oldingi Ispaniya murabbiylari almashgan edi. Bu vaqtda tarixdagi eng yaxshi ispaniyalik murabbiy bo'ladi. Terma jamoa miqyosida deb qo'yay, chunki Guardiola bilan umumiy titullar bo'yicha hali maslasha olmaydi. Janob De La Fuente terma jamoa miqyosida Ispaniyaning eng muvaffaqiyatli murabbiylari. Paketni savdo. Rodri kubokni qabul qilib oladi. Avval medal. Tabriklar. Tabriklar. Ajoyib onlar. Ularga shu musiqa bo'lsa o'ynab ketishsa.
ketdi. 2026-yilgi chempionlar hozir rasman klubni qabul qila boshladi. Trump, Infantino ikkalasi baravariga. Xo'sh, to'yda aylanadigan video ko'rib qoling jonli efirda. Trump qolmoqchi. Lekin o'sha mashhur raqsini ham ijro etib berdi. Xo'sh, Ispaniya jahon chempioni. Tabriklaymiz. Ispaniya futboli muxlislarini 100% munosib jamoa. Ko'proq uchrashuvda shubha qoldirmadi. Faqatgina birinchi turda Cabo Verde. U yerda ham kartina taxminan shunday edi. Agar Vaziniyaning seyvlari bo'lmaganda, o'yinda ham boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yurtimizda Ispaniya terma jamoasining ko'plab muxlislari bor. Chunki endi shu kadr shu xarakter bo'lmaganda, yutqazishni yomon ko'rmaganda, og'ir qabul qilmaganda bular cho'qqini zabt etishmasdi. Xullas, ko'plab avlod vakillarini Ispaniya futbolini yaxshi ko'rishga majbur etgan. Leo Messining o'zi ham Ispaniya futboli orqali dunyoga tanildi. La Masia unga ishonch bildirdi. Shuning uchun Leo vaqt o'tib bu g'alabani, ya'ni bu mag'lubiyatni ham to'g'ri qabul qildi. Hozir Zo'r TV telekanali 40 kundan oshdi. Undan ham vaqtli boshlangan sa'y-harakatlar, chunki terma jamoamizning o'rtoqlik o'yinlari ham joyidan translyatsiya qilindi. Shunday kunlarga telekanallar yangilik kompaniyalar bilan bir qatorda O'zbekiston nufuzi uchun media maydonida faol harakat qilishyapti. Litsenzion rasmiy translyatsiyalar xarid qilinyapti. To'liq masshtabda muxlislar e'tiboriga taqdim etildi.